Hozir sizga ikkita yangilikni aytaman, to'g'rimi? Birinchi farzandli bo'la olasiz, eko orqali. Ikkinchi farzandingizga tabiiy homiladorlik harakat qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni urug' yo'llarini xo'jayingizga tiklasak bo'ladi, yopilib qolgan xolos. Biz ayay bo'lib harakat qildik. 4 yil uylanganimizdan 6 oy o'tib больницаga ko'rinib boshladik. Anda biz Moskvada oldik. Birinchi o'zim ko'rinib boshladim. Mening bardiga yosh chiqdi. Ana kuyovim ko'rsatganda bizde o'shanda urug' payzini aytgan emas. Просто aytgan eko yo'li menen debchi. Eko yo'li deb aytgan. Ova, eko yo'li menen. 3 yil oldin. Ova, 3,5 yil burun. Andan keyin biz o'yladik, lecheniya olsak bo'ladi deb, yani Qirg'izistonga keldik. Mana o'zimizning jamoatdan ko'rsa Bishkekka aytadi, Bishkekka jo'natdi. Bishkekdan где-то bir 3 oy lecheniya oldi. Только tabletka, asmaqul shular jasib berdi. Anan qayerli shart o'stura kelmay Moskvaga bordik. Moskvaga borib aljaktan dili ko'rinib yurdik. Bakın pishtep, bözülüp qattap, qara ishtep, pushintib, tapqan aqchasi jo'natib, jumshab lecheniyasida. Andan keyin da bir shaqcha bo'lib kelib banan. Oshton ko'rsak, Oshton aytdi, что bilindi. Menden yosh chiqdi Oshtonda. Yo'ldoshim 0 debchi. Urug'im 0 deyishdi. Operatsiya olib ko'rish kerak debchi. Operatsiya olib ko'rish kerak. Endi bu 100% emas. 70 ga 30 dedi da. 30% bo'lishi mumkin. 70% bo'lmay qolishi mumkin. Menga keluvdingiz, nima dedim men sizga? 50 dedim. Oshiqcha dori darmonga pul sarflatmadimmi? Ova. Nima dedim? Kelishingizga. Operatsiya qilsak bilinadi. Ova. Hozir sizga ikkita yangilikni aytaman, to'g'rimi? Birinchi farzandli bo'la olasiz, eko orqali. Ikkinchi farzandingizga tabiiy homiladorlik harakat qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni urug' yo'llarini xo'jayingizga tiklasak bo'ladi, yopilib qolgan xolos. Million urug' turibdi. Million. Bir dona, ikki dona emas. Tushunyapsizmi? Xursandchilik ko'z yoshlarini yashira olmayapti do'stlar. Bu xursandchilik ko'z yoshlari, bu qayg'u emas. Ekoni ham mana 50 deyman, lekin morfologiyasi juda ham yaxshi sifatli urug'lar chiqdi, harakat qilayotganlari chiqdi. Inshaalloh shu Eko X orqali farzandli bo'lasizlar. Bizdan xursandmisiz? Shunaqa qiynalayotganlar bo'lsa nima deysiz? Tavsiya berasizmi? Biz birinchi yo'ldoshim O'zbekistonga keladi degandan men bo'lmay Moskvaga borali deganimda, Moskvadan qildirali eko debchi. Anan Moskvaga borib, Moskvadan ko'rinib yurdik. Biz topshirgan analizlerimizni 1,5 oyda albattık da rezultatınç ko'p vaqt ушинтип требует etadi. Ana analizler chiqqandan men o'yladim, сразу эле operatsiya olib eko qiladi debchi. Yo'q, андай emas ekan. Еще soziladi ekanda, da operatsiyaga cheyin dag'i tekshiretgan, andan keyin ушинтип operatsiya qiladi ekanda. Anam bizden bu жақтан bir tanışımız aytып kaldı, Özbekistan'a geldi depçi. Anan сразу эле уштук, документибизде жакшы болбой калды. Анан сразу эле ушу Кыргызстанга уштук, bir жума туруп эле кайра бул жакка келдик. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatdingiz. Sizni tanishlaringiz ham rezultat oldi va siz ham keldingiz. Shunday bo'ldi. Xo'p do'stlar, siz qaysi viloyatdan, qaysi respublikadan, qaysi davlatdan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, ushbu videoga yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Hammasi Allohdan, biz faqat sababchi, borni bor deymiz, yo'g'ini yo'q deb aytamiz do'stlar. Bizni kuzatib borayotgan, qo'llab-quvvatlayotganlar uchun rahmat.